Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar hamda aziz talabalar. Men Termiz davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Vanila Sabir. Men bugun ijtimoiy ta'limlar orqali maktabgacha ta'limda art terapiyani qo'llash mavzusida sizlar bilan maktabgacha ta'limda rang terapiyasi bilan davolash va uni qo'llash mavzusida talabalar bilan birga bajarilgan video darslarda ijtimoiy ta'limlar orqali bo'lishmoqchiman. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli talabalar, endi dars jarayonini boshlaymiz. Kayfiyatlarimiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Hammangiz mana bahor kayfiyatida yillik chiroyli kunlar deb ochib turibsiz. Barchangizga chiroyli kayfiyat bilan holatda dars jarayonini boshlaymiz. Uyga vazifaga tayyormizmi? Ha. Yaxshi. Biz o'tgan darsda maktabgacha ta'lim tashkilotida qo'g'irchoq terapiyasini qo'llash mavzusida tanishib chiqqan edik. Unda guruhlarga bo'lingan holatda uyga vazifaga javob beramiz. Marhamat. Mening o'ng qavatimdagi talabalar, o'zingizga qanaqa berasiz? Kitobxonlar jamoasi yaxshi tanlov va chap qanotimdagi talabalar, siz o'zingizga qanaqa nom berardingiz? Bilimdonlar. Bilimdonlar jamoasi, bu ham juda yaxshi tanlov. Unda faol harakat qilamiz. Uyga vazifani sizdan so'rab olish uchun bitta video qo'ymoqchiman. Bu videomiz ma'lumotlar zanjiri. Har bir ishtirokchi uyga vazifaga ma'lumotlarni tizilma-ketin, ya'ni uzluksiz, to'xtab qolmasdan ma'lumotlar yetkazib kerak. Guruhimizdagi qaysi bir ishtirokchi to'xtab qolgan bo'lsa, demak, u kamida mag'lubiyatga yuz tutadi. Kelishiga? Yaxshi, unda boshlaymiz. Marhamat, kitobxonlar jamoasi. Markus qizimiz, marhamat, ma'lumot aytamiz. Art terapiyaning asosiy turlaridan biri bu biblioterapiya hisoblanadi. Biblioterapiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, kitob terapiyasi degan ma'noni anglatadi. Kitob biblioterapiyada og'zaki davolash orqali ko'proq davolanadi. Yaxshi, marhamat siz. Art terapiya uyushmasi tashkil etildi. Yaxshi, rahmat kitobxonlar jamoasi. Endi bilimdonlar jamoasiga yuzlanamiz. Marhamat, kimdan boshlaymiz? Marhamat. Musiqa terapiyasi musiqa orqali ta'sir ko'rsatish. Yaxshi. Art terapiya insondagi qo'rquv, depressiya va ishonchsizlik kabi salbiy holatlarni kamaytiradi. Rustam buga yuklanamiz. Art terapiyaning ilk bora Adrian Hill ilmiy muomalaga kiritilgan. 1938-yil bemorlar bilan ishlaganida ijodiy faoliyat bemorlarning kasalligini unutish va chalg'ishga sabab bo'lgani uchun aynan art terapiyani qo'llashni taklif etgan. Yaxshi. Art terapiyaning bir nechta vazifalari bor ekan. Art terapiyaning vazifalaridan biri emotsional zo'riqishni kamaytiradi. Ichki ketmalar, kechinmalarni ochib beradi va stress va xavotirlarni kamaytirib yo'qotishga yordam beradi. Talabalar, uyga vazifani takrorlab qizishib oldik. Endi yangi mavzuga o'tsak ham bo'ladi. Marhamat, yangi mavzu bilan tanishamiz. Talabalar, bugungi mavzumiz bilan tanishib o'tamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ranglar bilan davolash terapiyasi va bu mavzu quyidagi rejalarni o'z ichiga qamrab oladi. Birinchi rejamiz ranglarni nomlanishi va turlari. Ikkinchi rejamiz rang, havo perspektivasi va uchinchi rejamiz kompozitsiyada ranglar. To'rtinchi rejamiz esa ranglarni kishilar ta'siri deb nomlanadi. Marhamat, yozib olishingiz mumkin. Endi rang terapiyasining kelib chiqish tarixi haqida gaplashamiz. Rang bilan davolash bu muhim xususiyat hisoblanadi, chunki u insonlarning ongiga va hissiyotlariga bevosita ta'sir qiladi. Endi keyingi ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, ilmiy izlanishlar davomida olimlar masalan ranglarga ma'lumot berib o'tishgan quyuq ko'k rang tinchlanishga yordam bergan. Qizil va to'q sariq ranglar aksincha qo'zg'alish, qon bosimining oshishi yoki bo'lmasam yurak urishining tezlashishiga, chuqur nafas olishga va hafozatga yordam berishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Turli xil kombinatsiyalar qarama-qarshi ranglar ma'lum kayfiyatni yaratishga, o'z fikringizni ifoda etishga, vizual analizatorlardan foydalanishga yordam beradi deb hisoblashgan. Ikkinchi ma'lumotimiz stressdan xalos bo'lish uchun rang terapiyasi. Tez
tez asabiy holatda, stress holatda yuradigan bemorlarga bu jarayonni tez qo'llab turishimiz albatta yaxshi va ma'qul yo'l hisoblanadi. Ammo bu jarayonni uzoq muddatli ekanligini inobatga olishimiz kerak. Qattiq depressiyaga tushgan bemorlar bilan bu terapiyani o'zini qo'llash yetarli emas va buni mutaxassis tashxisi, ya'ni o'sha ma'lumotsiz mutaxassis yordamisiz qo'llash mumkin emas. Buni o'zi, ya'ni farmakoterapiyani o'zi albatta qattiq depressiyadagi bemorlarimiz uchun yetarli hisoblanadi. Keyingi ma'lumotimiz rang terapiyasi uchun rangli lampalar va rangli ko'p filtrli oddiy lampalar hamda rangli ko'zoynaklarni ishlatishingiz mumkin. Ranglar inson hissiyotiga ta'sir qilish jihatidan qanday turga bo'linadi? Ular issiq ranglar va sovuq ranglar hisoblanadi. Issiq ranglar turli xil tarzdagi ogohlantiruvchi his-tuyg'ularni faollashtirishga xizmat qiladi va sovuq ranglar esa ko'proq tinchlantiruvchi vaziyatlarni o'tab beradi. Va bundan tashqari oq hamda bejli rangdagi neytral ranglarimiz ham tinchlantiruvchi xususiyatga ega hisoblanadi. 2-3 yoshga kelib bolalarga maksimal holatda 4 ta rangga ruxsat beriladi va ular 6 yoshga kelib turli xil rang soyalarini afzal ko'rib boshlaydilar. Ushbu rang faol hayajonli ranglardir. Qizil, sariq, to'q sariq. Ushbu ranglar esa passiv tinchlantiruvchi ranglardir. Yashil, oq, pushti va ko'k. Tushunarli bo'lyaptimi, hurmatli talabalar? Ushbu mavzuni yuzasidan xulosa qiladigan bo'lsak, rang terapiyasining ahamiyati nimada? Bu mavsumiy depressiyani davolashda muhim ahamiyat kasb etadi va motivatsiya beradi, ishonch beradi. Ijodkorlikka, mantiqiylikka, izlanishga hamda o'sha bemorlarimiz hissiyotlarini davolashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hurmatli talabalar, sizlarga juda ham kerakli va qiziqarli ma'lumotlar berib o'tildi. Bularni albatta o'qib, o'rganib, keyin targ'ib qilib va ish jarayoningizda, kelajakda faoliyatingizda muntazam ravishda chiroyli qo'llab borishingiz sizga tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi biz metodlarimizga o'tamiz. Qizlarjonlar, maktabgacha ta'lim tashkilotida rang terapiyasini qo'llash haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldikmi? Siz uchun bu mavzu siz uchun qiziq bo'ldimi? Unday bo'lsa, bu ma'lumotlarni qay darajada qisman bo'lsa-da o'zlashtirganligingizni baholab olish uchun bitta metod bermoqchiman va bu metod orqali sizni bilimingizni baholab olamiz. Marhamat, To'pqonlar komandasidan jamoasidan Marjon qizimiz, sizdan Humora qizimiz joyingizga egallashingiz mumkin. Hurmatli ishtirokchilar, bu metodimiz texnologiyasi haqida birinchi shartlari haqida ma'lumot beraman. Bu qizimizning ismi Alisaxon. Alisaxonning bugun qorni och va uni siz qornini to'yqazishingiz kerak va uni qay tarzda qorni to'yg'izasiz? Ma'lumotlarni aylantirasiz va makaronni o'raysiz. Ya'ni har bitta ma'lumotni aytganingizda bizni makaronimizni mana bu tasma orqali aylantirib o'raysiz. Ya'ni bunda qizalog'imizni o'sha makaron bilan ovqatlantirganingizda mana bu iplarimiz, ya'ni bizni makaronimiz tugagan holatda siz vaqt jihatdan eng ko'p ma'lumot aytgan talabamiz, ishtirokchimiz baholanadi. Kelishdikmi? Tushunarli bo'ldimi? Unda barchangizga omad. Larimizni egallab olganimizda Humoraxon va terapiyasi yaxshi dilashamiz. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, Humoraxonimiz tabriklaymiz, yaxshi natija. Endi Marjonimizga. this is Africa. Marjon, tayyormisiz? Yaxshi. Va Maktabgacha ta'lim tashkilotida rang terapiyasini qo'llashda ularda bolalarning ijodkorlikni, qobiliyatini rivojlantiradi, xotirani, diqqat, e'tiborlarini rivojlantiradi. Rivojlanib boradi. Terapiyada qo'llanishda bolalarga foydali. yaxshi, barakalla, vaqt to'xtadi. Ikkala qizimiz ham faol ishtirok etdi. Endi natijalarini e'lon qilaman. Humora qizimiz deyarli 1,5 daqiqada va natijaga erishdi. Tabriklaymiz. Hurmatli talabalar, hukumat o'yinini barchamiz ko'rganmiz. Nega shunday bo'lsa, men sizni yana bir bor tanishtirib o'tmoqchiman. Bu o'yinimiz shartlari bo'yicha guruhlar ichida bitta lider talabani tanlab olasiz o'zingiz kelishgan holatda va savollarga 1 daqiqadan vaqt beriladi. Vaqt jihatdan unumli foydalanasiz va javobni o'zimiz o'sha daftarimizga tushirgan holatda lider jamoadan, ya'ni lider talaba tomonidan uzatiladi.
uchun aylandi. Bizni baraban 3-chi savolni tanladi. Diqqat qiling, savolni to'g'ri eshitdi. Yer shahrida qaysi eng baland tog' dunyo nomi degan ma'noni bildiradi? Qayta eshitaman. Yer shahrida qaysi eng baland tog' dunyo nomi degan ma'noni bildiradi? Marhamat ishlashingiz mumkin. O'rmonning bor adog'i, hatto moviy osmonning bor adog'i, ammo oliy tafakkurda sarhad yo'q. Bu olamning Hurmatli talabalar, vaqtimiz qoldi. Savollarni uzatishingiz mumkin. bu olamda savol cheksiz, bu olamda Birinchi uzatishingiz mumkin. Javobimiz demak, dunyo tog'i olgan. Hop, bu Himolay tog'i. Tabriklayman. Yaxshi, keyingi kamada marhamat uzoqlamiz. Yaxshi. tog'larda-yu sahroda poyon bordur, hatto yorug' dunyoda, ammo faraz degan nurda sarhad yo'q. Bu olamning jumbog'i ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz, bu olamda xayol cheksiz, bu olamning jumbog'i ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz, bu olamda xayol. Endigi savolimiz savoli aylanadi. Marhamat. Barabarimiz qaysi savolni tanlaydi? Qabul bo'lamiz. Bu savolimiz, ya'ni barabarimiz 11-chi savolni tanlaydi. Uning vatani Bengaliya. Ramzan Abdullayev yillar onlayn Hindistonning uch shtatlarida uni siz savol vaqtimiz deyarli bo'ldi. Marhamat, javoblarni eshitamiz. Birinchi kamada marhamat maqsad. Biz jamoamizdan kelishgan holda buni shakar deb o'yladik. Javob qabul qilindi. Ikkinchi kamadaga izlanamiz. Biz birimiz bilan kelishgan holda shakar qilamiz. Javob uchun rahmat. Endi hurmatli talabalar, savolning yaxshi. Ammo o'zini savolga javob to'g'ri bo'lganlar deb biladi. Albatta. Endi bu savolga javob endi savolning to'g'ri javobini o'qib eshitamiz. Iskandar Zulqarnayn Hindistonning mushkilotida aksiz asabiy shakar qamishni ataydi. Hurmatli talabalar, barchangiz faol ishtirok etdingiz. Bizni nazariy savollarimizga ham, mantiqiy savollarimizga ham ilmiy salohiyatingizni ishga solgan holda yondashdingiz. Barchangizga rahmat. Bugungi zakovat o'yinimizda ikkala guruhimiz ham g'olib bo'ldi. Barchangizni tabriklayman. Talabalar, to'xtatinglar. Talabalar, bugungi mavzuimiz, darsimiz sizga ma'qul bo'ldi. Bugungi mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Tushunarlimi? Savol qaysi jihatdan berilmaydi? Yoki umuman tushunilmaganda yoki haqiqatdan ham ma'lumotlarga to'liq ega bo'linganda. Men yaxshilab bilaman, siz